yana nima balo bo'ldi? Yuvib turish kerak yuzni. Faqat shoshilish kerak. Meni yo'limga to'siq bo'lganlarni mana shunday qismat kutadi. Qo'sh grippi. Ama nima qilyapti bu? Ye. Albu. Ya. Buning balangi bu. Kerak. Qo'sh. Yaxshi ham qalqonim bor. Qaysilar bilan dinamitdan qalqon himoya qiladi deb o'ylaganman. Qo'sh qalqoningiz fasad qilmaydi. Nima? Mana bu olmosga qara qishloqqa. Montajda Putinni qo'shib bor. Qochishga shuncha qilganim 20-daraja edi deyarli. Hammadan kutsam ham sandan ham kutgandim. Hech qisi yo'q, qaytib kel. Boshqatdan daraja to'plash kerak. Endi shu joydan ham bitta kulgili vaziyat chiqarishadi, YouTube'ga video qilib. To'g'rimi, cho'chqa? Portalni qur. Ko'rdim. Daraxtni sevaman. Uni chopish yoqadi. Kim nima desa ham olma daraxti eng zo'ri bo'lib qoladi. Ozgina sotamiz. 15-daraja esa tayyor. Yana o'sha qo'rqinchli Minecraftga qaytdik. Voy, kichkina qishloqlarning yuzi qanaqa? Menga qara. Yo, bu seni yuzingmi? Senga achiraman, lekin yomon xabarim bor. Darajamiz oshsa bundan ham battar bo'ladi. Nima ustimdan kulyapsanmi? Lekin sen menga ishon, bu hali boshlanishi. Men sendan kuchliroqman, bilasan-a? Buni o'zing so'rab olding, Galem. Mayli, mana shu yerda ozgina tursang, menimcha seni aqling kirib qolsa kerak-a? Mazza qilyapsanmi? Bitta paytda portladi. Boom, bam, bam. Nima uchun kechirim so'ramoqchi edim. Sen shu aybni deb o'lding va serverdan chiqib ketding. Yo'q, tentakmi? Sen shunga ham xafa bo'lamanmi? Shunchaki meni server otib o'rgandi.